Bugungi videomizda o'sha Puzzlebot orqali bot ishlashni o'rganamiz. Bunda bizlarga programmirование esa kerak bo'lmaydi, tek qana bir minus tarafi bor. Bu agarda siz qurilmali botlarda ishlaydigan bo'lsangiz, bu yerda qurilmali botlarda ishlay olasiz. Platniy bo'ladi, servis, ya'ni tariflarni ko'rib o'tsak bo'ladi. Mana бесплатный tarif 0 rubl. 155 подписчикка дейін ограничениялары бар. Qimmatlari bu yerda уже 20 ming 60 ming подписчикlarga дейін алсаңыз болады. Bularning o'zi hozircha menimcha o'sha 0 rublning o'zi ko'pchilik odamga жетсе kerak. Tek qana ideyasini tekshirib ko'rish uchun. Eng birinchi bizlar bu yerda registratsiyadan o'tmasdan oldin bo'lmasa boshqa botlarni boshlamasdan oldin Telegramga o'tamiz. O'sha yerda mana bot fazerdan o'sha bizlar new bot degan komandani tanlaymiz ham jiberamiz. Yozib qo'yibdi. Hozir endi siz botingizning atini qo'ying deydi. Misol hozir bizlar ne ishlaymiz? Registratsiya forma desak bo'ladi. Ko'ramiz, registratsiya formatlayapmiz. Endi username, botning username'ini kiritishimiz kerak. Izinde bot deb tavsiluvi kerak. Buning uchun registratsiya forma bot desak bo'ladi. Bunday qilib bizlarga token beradi. Tokenni olamiz. Kopyalab. Endi bizlar Puzzlebotdan registratsiyadan o'tishimiz kerak. Личный kabinetdan o'tamiz. Bu yerda qalasangiz registratsiyadan o'tib qo'ysangiz bo'ladi. Через Telegram registratsiyadan o'tsangiz ham bo'ladi. Men через Telegram registratsiyadan o'taveraman. Oldin men registratsiyadan o'tdim. Bo'ldi. Bu orqali endi registratsiyamizga o'tamiz. Bo'ldi, avtorizatsiyadan o'tdik. Личный kabinetimiz ochiladi. Meniki oldin men bir bot yaratib edim. Bu botni удалить etib tashlav kerak bo'ladi. Удалить bota deyman. Bo'ldi. Bot удалить etildi. Botni qo'yamiz. Botning tokenini olib oldik, so'ng qo'ydik. Идет добавление bota dedi. Bot qo'shildi. Endi o'sha botning ishine kiramiz. O'sha yerda botimizga bog'lanishli barcha informatsiyalar ko'rsatilgan. Bizlar hozir konstruktor bo'limini o'tamiz. Ham o'sha yerda botimizda nizatlar kelib kerak ekan turali o'zgarib chiqamiz. Meniki start komandasi kelgan vaqtda o'sha сообщение ketadi deydi. Bizlarda ko'p zatlarni o'zgartib o'tiramiz. Shart emas. Registratsiya formani sразу o'sha yerning o'zida ishlab tashlasak bo'ladi. Tek qana surat, yana boshqa zatlarni o'zgartib qo'yamiz. Yana bir minus tarafi bu botda har doim reklama bo'ladi. Startni bosamiz. Уже ishlashi kerak. Ishladi. Meniki привет, это bot, chat-bot. Ularning barini o'zgartiramiz. Bot сделан в Puzzlebot. Yana bir zat deb chiqarib turadi. Bosamiz. Nizatlar ishlanib turgan ko'rib chiqsak bo'ladi. Настройка внешнего вида. Создать команду, задать запрос deydi. Bu yerda bizlar o'zimiz startni bosgandan keyin najerga registratsiya deb qo'ysak bo'ladi. Sразу so registratsiya formaga to'ldirib ketadi. Ad familiyasini, telefon nomerini olib qolsak bo'ldi. Meniki ko'rsak bo'ladi. O'sha yerda o'zgarish kiritib boshlaymiz. Bizlarning o'zgartirgan zatlarimizni o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Shuni bir rad bosamiz. Mana naзвание komanды start turibdi, настройкалар turibdi, meniki surat turibdi. Suratni kelin bizlar internetdan olib qo'yaylik. Register form square picture debdi meniki. Shu yerda o'zlarimizga surat topib olsak bo'ladi. Mana surat o'rnab turibdi. Сохранить etib qo'yaman. Сохранить kартинку как deyman. Сөйтіп жазып qo'yaman. Bot surat deb сохранить etdim. O'sha yerga kelaman.
Hello JPEG deganning o'rnina mana basib upload qilaman o'zimning suratımni загрузка qilaman. Suratimizni yuklab oldik. Endi tekstimizni o'zgartirsak bo'ladi. Assalomu alaykum. Bu yerdan endi o'zimiz username'ni olib qo'ysak bo'ladi. Buniki user deymiz. Username buniki. Assalomu alaykum yozdik. Siz registratsiyadan o'tuv uchun mendagi notani bosing. Deymiz. Emoji qo'yib qo'ysak ham bo'ladi, to'ninga qarab. Shu yerdan o'zingizga kerakni tanlab olasiz. Ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Men hozir tanlab o'tirmayman, bunday qo'yib qo'ysam bo'ladi. Kruto, с чего начнем? С чего мне начать deganga biz o'zgartik. Keling, knopkaning atini registratsiyadan o'tib. Registratsiyadan o'tdik. Shunday qilib keyingi komandaga o'tib deydi. Kruto, с чего мне начать degan перевод komanda условия deydi. O'sha yerda o'zgartib qo'ysak bo'ladi. Mana bu yerdan o'zgartiramiz da atni. Register deymiz. Basamiz. Buniki mana atni endi o'zgartiramiz. Bu уже boshqacha bo'ladi. Bularda kerak emaslarni o'zgartirib tashlasak bo'ladi. Удалить. Da. Bo'ldi. Endi register deganga o'tamiz. Bu yerda bizlarda mana forma degan bor, blok для bota degan. Forma ввода bassak bo'ladi. Название для статистики deydi. Atadik. Ata familiya dik. Mesela name deb yozib qo'ying inglizchalik. Bu bir varianti deb turibdi. Bu отправка сообщения deganga o'zgartirib qo'yamiz. Один. Bu yerda ошибкаларni durustlab qo'ysak bo'ladi. Registratsiyadan o'tuvdi. Qatelik ketdi. Deymiz. Добавить реакцию на ответ deymiz. Endi yozamiz. Bu yerga bir yozib ketishimiz kerak. Bu yerda bizlar tekst vaprosni tanlab ketishimiz kerak. Misol biz tekst beramiz. Tekst. Ati, familiyani yozing. Deymiz. Name bo'ladi. Adinglik reaksiya tekst bo'ladi. Sizning ma'lumotlaringiz saqlandi. Shitib qo'yib qo'ysak bo'ladi. Shunday hozir qizartib turibdi bizlarga yozib qo'yibdi. She'rimiz reaksiya обычная клавиатура восстановления не будет deydi. Agarda shunday ошибкалар chiqib tursa, sizlar подробнее на база знаний deganga o'tib tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda bot, o'sha puzzle bot bilan qalay ishlash kerak ekani to'g'ri ma'lumotlarning bari berilgan. Hozir o'sha botimizni bir tekshirib ko'raylik. Qanday joyga keldi. O'sani bosamiz. Вы что хотите применить все изменения этой группы? Окей, basamiz. O'zimizga kerak bo'lib o'zgardi. Botimizda tekshirib ko'rsak bo'ladi. Start tugmasini qaytadan bosamiz.
Bular keyin tazadan basqanlarga ko'rinmaydi, sizlarda просто saqlanib qolgan bo'ladi. Assalomu alaykum. Alpams HR registratsiyadan o'tuv uchun tomondagi knopkani bosing deydi. Alpams HR deb username chiqarib beribmiz. Bizlar qora odamning o'zining atini chiqarib qo'ysagan bo'ladi edi. Registratsiyadan o'tuv. Mana at familiyangizni yozing. Adilbekov Alpams. Новый ответ в команде регистра бот регистр deydi. Ko'rinish bor. Registratsiya bot sizlar qattiq qiyin emas. Qalasangiz telefon nomerlarini so'rab olsangiz bo'ladi. Hadingiz boshqa ma'lumotlarni so'rab olsangiz bo'ladi. Keling, endi ikkinchi bo'lib buning telefon nomerini olsak, forma для ввода deymiz. Сообщение жібереміз. Мінекей Ctrl+1 bosaman, telefon nomeringizni jibering degan qoldi. Настройкасini endi yozib qo'yamiz. Phone deb qo'ying. Telefon nomer, tip varianta, отправка сообщений. Masalan, запрос контакта deganda bossagan bo'ladi. Поделиться контактом deb turibdi. Bu yerga bizlar endi добавить reaksiya tekst jibirsak bo'ladi. Telefon nomeringiz olindi. Telefon nomeringiz saqlandi desak bo'ladi. Bo'lmasa qo'ymasak ham bo'ladi. Bo'ldi, saqlandi. Jibirib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi qaytadan registratsiyadan o'tib ko'ring. Start knopkasini bosamiz qaytadan. Ishda assalomu alaykum Alpams HR. At familiyangizni yozing. Adilbekov Alpams. Jibiramiz. Telefon sizning ma'lumotingiz saqlandi. Telefon nomeringizni jibering. Поделиться-ni bosamiz. Bo'ldi. Meniki bizlarga formada name, phone deb bizlarning o'zlarimizning botimizga jibirib turadi, переслать etib. Bunday qilib o'zlaringizga kerakli API botlarning barini ishlab olsangiz bo'ladi. Bu yerda agarda tushunmagan so'rovlaringiz bor bo'lsa, shunda baza знаний degan bo'limi bor. Meniki baza знаний deganga o'tsangiz, o'sha yerda hamma so'rovlaringizga javob topsangiz bo'ladi. Masalan, hozir konstruktor bo'limida baza знаний bo'limida har turli o'zingizga kerak bo'lgan so'rovlarni topib olsangiz bo'ladi. Gruppa komand, pernos komand, blok список har turli funksiyasidan qalay foydalanish kerak ekani to'g'ri o'rgatib qo'yibdi. Do'stlar, men sabog'imiz tavsildi. Xo'sh, sog' salomat bo'ling.